Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Jack T9 modelimiz. Xo'p, bu mashinamizda 2 litr turbina motor turadi. 230 bitta ot kuchi. Avtomat korobka, бескключевой dostuplari bor. Полный кожаный salon ko'rishingiz mumkin. Sportivniy multirul turadi. Adaptivniy cruise kontrollari bor, klimat kontrollari bor, monitorlari, avtomat korobka. Keyin mashinani 4 xil rejimda, ya'ni sport, standart, ekonom va qishki rejimda haydasanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Полный кожаный salon luklari bor. Undan tashqari, mana bu yoqda 4 ta ballonga o'tkazsanglar bo'ladi. Qorga yokida botib qolgan paytingizda 4L ga qo'yib turib, haydab mashinani chiqarib olsanglar bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinani обычный qilib ishlab qo'yilgan. Mana bu orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda 1 tonna yukni o'z ichiga bemalol ola oladi. Ortda bemalol tushirishingiz mumkin. Orqa qismini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari полный mashinaning 360 kameralari bor, mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqa qismiga o'tgan bo'lsak, orqadan полный кожаный salon hammasi. 3 kishi bemalol o'tirib ketsanglar bo'ladi. Siqilib qolamiz deb o'ylashingiz mumkin, lekin siqilib qolmaysizlar. Orqalari, ichlari kengina akalar. Akalar, mana buni ko'rishingiz mumkin. Полный start stoplari bor, 360lari bor. Kerakli hamma komfortlari bor mashinamizdan aka. Kimga shu mashinadan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bizning avtosalon Toshkent shahar Rohat ko'rgida joylashgan. Kelib mashinani ko'rib, qarab, test drive qilsanglar bo'ladi bemalol. Xayr, sog' bo'linglar.